Orqangda dadang turibdi. Duxingni berma qizim, xo'ppa. Ay, jiyanim qizim. Voy tavba, o'zi 4 ta shirog'ani ketyapmiz. Qizini urishga jo'natayotgandek xayrlashishini qarasiz. Birontasiga kuching yetmasa tosh bilan soqama. Davay. Nima qilamiz? Avtobusda ketamizmi? Yo'q, oyog'im o'rib qoladi. Hozir taksi chaqiraman, komfortidan. Yo'q tavba, qaydan quyosh chiqdi? Aka, sho'rpamidar necha puldan? Qornim yomon chiqib ketdi-da. Ikkitagina prashka beringiz sanmikin? Yo'q, urishib tashiydi-da. Enajonisi qoningiz ham toza chiqib ketgandir. Juring avval sizga 4 siqila shashlik gapiraman. Chista qo'yanchiq odam qanday bo'ldi menga eshakdek bo'lib qoldi ekan. Yo kimdir sovuq qildimikan? Ukajon jerjanga rash kampit yarim kilo sho'rdanak berib yuboring. Bo'ldi aka, anundan ham bir shita sovoraymi? Chakkinga qo'yib yuboraymi? Yo, постоянно aroq ichedingiz-ku aka. Ya avval ichgan bo'lsam ahmoq bo'lganman. Hozir oshirib yedim-ki, просто chesnak bilan piyoz yeganman. Yaqingacha aroqni ichiga kirib yotadigan, yangi yilni aroqni ichida dumalab kutib oladigan odamga junurdimikan? Yo, prankmiki? Voy, enajonisi menga erga pimsiga ustiga jarqlab kiyim kiymagansiz. Juring sizga boshiga sarpa beraman. Dada! Kızım, canım. Mana senga. Mana ortgan pul kerakni ishlatasan. Kerak emas, qo'shama turib menga sujinonlik qilmang. Bittasini tomog'ansizda, sizni betib o'zgartirib qo'ygan oyimchiki. Meni o'zgartirgan oyimcha mana. Nima? Qizingga o'zingga o'xshagan kuyov uchraydi deyshadi. O'ylab qarasam, eski o'zimga o'xshagan odam kuyovim bo'lsa, chidolmas ekanman. Sen ham birovni aziz qizisan. Qizimga nimani ravo ko'rsam, senga ham xuddi shunaqa er bo'lmoqchiman. Otalar qizini qanday yashashini xohlasa, xotinini ham xuddi shunday yashatish kerak deganlar bitta like bosib qo'yamiz.